Ersak kompaniyasining tushi bu 100% tabiiy, ximikatsiz qizlar. Bu kipriklaringni o'sishiga yordam beradi. Nafaqat makiyajimizni chiroyli qilib beradi, balki bu kipriklarimizni o'stirib ham beradi. Ham ziyonsiz qizlar. Boshqa tushlarimiz hammasi ximikatli, ular kiprigimizni sindirishi, to'kib yuborishi mumkin. Shuning uchun biz Ersak kompaniyamiz tushlari hech qachon kiprikni to'kib bermaydi, aksincha o'stirib beradi. Endi men buni qanday foydalanishini sizlarga ko'rsatib beraman. Bu shunisini men juda yaxshi ko'raman qizlar. Bu tushga men kiprik o'stiruvchi bodom yog'imizdan quyib ishlataman. Makiyajimiz ham chiroyli bo'ladi, ham kipriklarimiz o'sishiga yordam beradi. Mana qizlar, tushimiz, qaranglar, juda ham nima deydi, akkuratniy, juda ham super tushimiz. Tushimizga gap yo'q qizlar. Bu bizning bodom yog'imiz, bodom yog'imizdan mana ikkita, mana 3 ta qilib tamizib oldim. Endi bu tushimiz kipriklarimizni ham chiroyli qilib o'stirib beradi. Sizlarga ham tavsiya beraman. Shu tushlarimizga bodom yog'idan qo'shib ishlatishingizni tavsiya beraman.